Aziz do'stlar, sizlar bilan hozir har bir ayol kishining og'riqli masalasini hal qilamiz. Birgalikda. Biz eksperiment o'tkazamiz Faberlic parashogi bilan hamda magazinda sotiladigan boshqa parashok bilan. Ko'ramiz, Faberlic parashogi qanday dog'larni ketkazadi. Buning uchun oddiy suvga biz zilonkani qo'shib olamiz. Bir xil miqdorda qo'shaman. Biror joyga teksa chiqib ketishi eng qiyin bo'lgan krasitellardan bittasi. Bir qoshiq Faberlic parashogini solamiz. Faberlic parashogi. Aralashtirib olamiz. Ko'rib turganingizdek, Faberlic parashogi sirrazu rangini o'zgartirishni boshladi. Endi magazinda sotiladigan parashoklardan qo'shib olamiz. Unga qarab o'tamiz. 1 2 zgopay. 3 zgopay. 1 minut yo'q. Hozir effektni birga qo'shamiz. Faberlic parashogi boshqa parashoklar bilan nimasi bilan ajralib turadi? Faberlic parashogi birinchidan gipoallergenni, hech qanday allergiya vызывать qilmaydi. Naturalniy komponentlarga ega kislorodli. Bu parashok bilan kiyimni yuvgandan keyin dog'lar qolmasdan, bundan tashqari biologически toza bo'lgani uchun siz matolaringizni yoyib qo'yganingizda, matolar havoda qurganda avtomatik parashok полностью разлагаться qiladi va matolarda qolmaydi. Bu allergiya vызывать qilmaydi, раздражение vызывать qilmaydi. Hamda kichkina bolalarni narsalarni yuvish uchun ham mo'ljallangan. Allergetiklar buni juda yaxshi bo'ladi. Plus ichi sostav toza bo'lgani uchun bu mashinkani ham buzmaydi. Bitta parashok 3 kiloga yuradi. Va sizlarning ko'z oldlaringda faqat gapirib turganimcha mana suvni rangini o'zgartganini ko'ramiz. Vaholanki bunda 1 qoshiq soldim, bunisiga esa 3 qoshiq boshqa parashokdan soldim. Aynan bu suvni yana gullarga quyib yuboradigan bo'lsak, o'rtoqlar, gullar yaxshi o'sishni boshlaydi. Общий video olishni boshlaganimizga 4 minut bo'lgani yo'q. 4 minutda mana bu rezultat o'z-o'ziga gapiryapti. Faberlic. Yana 1 minutdan keyingi rezultat. Mo'jiza. Keyingi qiziqarli dog'lar ketkazish bo'yicha videoni ko'rish uchun podpiska bo'lib, like bosib, kuzatishda davom eting.